mayyit uni qo'yib ketayotgan kishilarning oyoq kiyimlarining ovozini eshitadi. Agar u mo'min bo'lsa, namozi bosh tomonida turadi. Ro'zasi o'ng tomonida turadi. Zakoti chap tomonida, sidq, silatur rahim, odamlarga qilgan ma'ruf va ihsoni oyoq tomonida bo'ladi. Uni so'roq savolga tutadigan, fitnaga uchratuvchi farishtalar kirib, savolga tutmoqchi bo'lib, bosh tomonidan kelgan paytda namozi men tomondan sizlarga yo'l yo'q deb qaytaradi. O'ng tomonidan kelsa, tutgan ro'zasi men tomondan yo'l yo'q deydi. Chap tomonidan kelsa, zakoti, oyoq tomonidan kelsa, sidq, silatur rahim, amri ma'ruf nahy munkarlarni qaytaradi. Ya'ni mana shu hayotda qilib o'tgan ishlari unga bir chiroyli suratdagi inson suratida shakllanib keladi deb kechagi darsimizda aytdik. Endi mana shu qilgan savobli amallari uni to'ralar tomonidan o'raydida savol-so'roqqa, hisob-kitobga yo'l qo'ymaydilar. Ali roziyallohu anhudan bir qancha bir nasihatlar bor. Bugun mana shu qabr haqidagi darsimizni tugatar ekanmiz, bir qancha nasihatlarni o'qiymiz inshaalloh. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Dunyo orqaga qarab ketmoqda, oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. U ikkisining farzandlari bor. Oxirat farzandlaridan bo'linglar. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar. Bugun amal bor, hisob-kitob yo'q. Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi." Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, insonning hayoti orqasiga qarab ketadi. Umri ozayishga qarab ketyapti. Bir insonga 70 yillik yoki 60 yillik umr berilgan bo'lsa, har o'tgan kuni umridan bir kunni qisqartiryapti. Hayoti orqaga qarab ketyapti. Musulmon odam har bitta o'tgan kuni uni ajalga yaqinlashtiryapti. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. Ya'ni oxiratga qarab yetib boryapmiz. Dunyoni ham, oxiratda ham o'zini farzandlari bor deydi Imom Ali. Dunyoda farzandlari kimlar? Dunyodan chiqib ketmaydiganda yashaydiganlar. Oxiratlar farzandlari esa dunyoni oxiratning ekinzori deb qaraydigan kishilar. Faraz qiling, bir odamga bir yilga bahordan kech kuzgacha yer ijaraga berilgan bo'lsa, shu eridan imkoniyati boricha bittami, ikkitami, uchtami qo'lidan kelganicha hosil olishga harakat qiladi, chunki kuzga borganda yerda egasiga yerini qaytarib berishlik kerak. Keyingi bahorda unga yer tegadimi, tegmaydi, bu narsani g'ami bo'ladi. Xuddi mana bu sezonda yaxshiroq ishlab qolaylik, qishda qiynalmasligimiz uchun degan savdogarlarga o'xshab. Bugun amal qilishga imkoniyat bor. Hali hisob-kitob yo'q. Lekin ertaga hisob-kitob boshlangan paytda amal qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Qurtubiy o'zining tazkirasida shunday bir nasihatlarni keltiradi. Ey mag'rur, o'lim haqida, uning masligi, og'irligi va achchiqligi haqida fikr qil. O'limdan ko'ra haqroq va'da bormi? O'lim shunday va'daki haq. O'lim haq. Albatta bir kun insonning boshiga keladi. O'limdan ko'ra odilroq hakam bormi? Qalbni qo'rqitish uchun, ko'zlarni yig'latish uchun, jamoatdan ajratish uchun, lazzatlarni yetkazish uchun, orzu-umidlarni yo'q qilishlik uchun o'limni o'zi kifoya emasmi? O'limdan keyin kishiga nasihatni keragi yo'q. Ro'parasida mayyit turibdi. Oxirat diyoriga o'tishlik arafasida turibdi. Olib chiqib qabristonga qo'yayotgan odamlarning ichida qabristonda kulayotganlarni ko'rasiz. Bu qalbni o'lganligini belgisi. Chunki ro'parasida oxiratda birinchi eshigiga kirib ketayotgan odam turibdi. Yig'lab, undan ibratlanishning o'rniga kulayotgan odamni ey odam bolasi, bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi? O'z makoningdan to yerga ko'chishing, do'sting, hamrohing, oilang seni tashlashligini, aka-ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi? Seni yumshoq yotog'ingdan olib ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi? Ey moli dunyoni javlovchi, ey binolarni baland soluvchi, Allohga qasamki, molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Kimni ko'rganmiz? Puli bilan ko'milganini. Kimni ko'rganmiz? Mansabi bilan ko'milganligini. Kimni ko'rganmiz? Unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kelayotganda hamma bir xil kiradi. Avvalgi darslarimizda o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqat qaysi deb so'raganida, o'zing sog'lom, baxil, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishlikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating afzal deyildi. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turganda qilgan ihsoning afzal dedi.
Qachoniki xalq menga kelgan paytda joning dedi Rasululloh. Falonchiga moncha o'tkizdim, fo'kinchiga moncha o'tkizdim demagin, muhlatni boy berib qo'ymagin. U payt kelganda pul sen aytmasang ham o'shlarniki bo'ladi dedi. Chunki kerak bo'lmay qolgandan keyin berayotgan pulingiz bilan o'zingiz muhtoj bo'lib turgan paytingizda bergan pulingiz afzal. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, man xofa adlaja. Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Va man adlaja balag'al manzil. Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Bu yerda o'tirganlarda hali safari tugagani yo'q. Hozircha harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi 4 ta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onaning qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayoti. Bu onaning qornida ixtiyor yo'q edi. Dunyoda ixtiyor bor, qabrga kirganda ixtiyor bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyor yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan hovlida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi umuman. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boyni ham, kambag'alni ham bir xil surubga o'raladi. Ipakka o'ralmaydi. Ipakka o'raladimi? Ikkalasiga ham bir xil metr ketadi. Yoki birini qabrning ichiga ham kafil terib chiqadimi? Ha, ustiga qilib qo'yadi. U ustiga. Ana shu ustiga qilayotganlar o'zlari uchun qilyapti uni. Ya'ni ana shu o'tgan otasiga yoki onasiga hurmatini ko'rsatishligi uchun 1-2 ming dollar sarflab qo'yadi ustiga. Vaholanki tirikligida xabar olganmi undan? Orqasidan 2 rakat namoz o'qib, peshonasini yerga qo'yib, Parvardigor, Robbig'firli va li validayya deganmi? Hayt deganda bir 4 ta oqsoqol chaqirib ehson qilib qo'yadi, bo'ldi. Demak, yer tagiga kirishlik bir xil bo'ladi, lekin yer tagidagi holatlar bir xil bo'lmaydi. Seni jamlagan moling qani? Seni dahshatdan saqladimi? Yo'q. Sen uni seni maqtamaydigan odamlarga tashlab ketding. Seni eslamaydiganlarga tashlab ketding. Opa dadasini kim eslaydi hozir? O'sha opa dadasidan qolgan pul dadasiga qolgan, dadasi o'lsa bolasiga qoladi. Kim katta otasini eslayapti? Kim katta otasini eslayapti? Inson o'zi uchun o'tkazib qolmaydigan bo'lsa, o'zingiz uchun o'tkazmasangiz, qanaqa qilib nevarangiz uchun o'tkazsin? Chunki o'zingizdan siz baxillik qilganda, qanday qilib bobosiga nevara o'tkazsin? Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, 3 kishi meni yig'latdi, 3 kishi meni kuldirdi dedi. Hayotdagi odamlarga qarab 3 tasini ko'rib kuldim, 3 tasini ko'rib dedi, yig'ladim dedi. Kuldirgani dedi. Dunyo orzusi shunday ko'pki, ortidan o'lim quvalab yuribdi. Orqasidan o'lim quvalab yuribdi uni. U hali ham dunyo bilan yuribdi. Buni ko'rib kulgim keladi dedi. Ya'ni yoshi falon joyga borib qolgan bo'lsa ham yana tijorat, yana uy-joy, yana bola-chaqa, yo bir to'y, boshqa narsalar bilan 60 yilga ajalini surib qo'ygan banda uchun dedi Rasululloh, uzr qolmadi dedi. 60 yil yashadimi? Endi dunyo ishidan qo'lini yuvib, oxirati bilan ovora bo'lsin deyapti Rasululloh. O'lim bittaga go'rga osilib qoldi, yana nevaramga yer olib qo'y. Nevaramga pulni solib qo'y. Mendan keyin qiynalib qolmasin. O'zingni g'amingni ye. Chunki qabrga kirganingda unaverang seni eslaydimi? Ikkinchi meni kuldirgan kishi o'zi g'ofil, ammo undan g'ofil bo'linmagan. Ya'ni o'limni esdan chiqarib qo'ydi-yu, lekin o'limini esdan chiqargani yo'q. Uni orqasidan chiroyli bir vaqtini poylab yuribdi. Vaqt kelgan paytda shunday adashmasdan olib ketadi. Meni kuldirgan uchinchi kishi og'zini to'ldirib kulgan kishiki, Alloh undan rozimi, norozimi bilmaydi, lekin maza qilib kulib yuribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon qahqaha otib kulgan emaslar. Alloh taoloning huzuridagi darajasi shunday bir ulug' bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulganlarida og'iz tishlari ko'rinib qo'yar ekan, tabassum qilib qo'yar ekanlar. Bizchi? Biz xuddi jannatdan o'zimiz joyimizni aniq qilib biron qilib qo'yganmiz-ku, ko'nimiz to'q, ha-ha otib, qahqaha otib kulib yuribmiz. Mana shu 3 ta odamni ko'rsam kulgim keladi. Endi meni yig'latgan narsa deydi. Muhammad alayhisalom o'tib ketganligi deydi. Rasululloh o'tib ketganligini o'ylasak, birodarlar, dunyodagi hech qaysi musibat emas. Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor. Biz Rasulullohning ketganligini, musibatligini nimaga his qilmayapmiz desa, ha u zotni tanimaganmiz hech qachon.
Otangiz otasini gapirib yig'laydi, siz yig'lamaysiz. Nimaga desa, otangiz otasini tanirdi-da, siz tanimas edingiz. Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangizni aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'p ham tanigan emas-da. Rasulullohning o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz, birodarlar, u zotda yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohning vafot qilganligi deb aytadi. Ikkinchi meni qo'rqitgan, yig'latgan narsa o'lim masligi kelishdagi qo'rquv. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zotga o'lim sakaroti, o'lim masligi yetdimi? Endi bu yoqdagilarga Allohning rahmi kelsin. Albatta o'limni masligi, sakaroti bor dedi Rasululloh. Yuzlariga ana shu suvni olib, yuzlariga surtib turardi. Rasulullohga yetdi mana shu narsa. Shuni vahimasi meni deydi, yig'latdi dunyoda. Meni uchinchi yig'latgan narsa, bir kun borki, bu kunda sirlar oshkor bo'ladi. Jannatgami, do'zaxgami ketishimni bilmasdan turadigan kunim Rahmanning oldida turishlik meni yig'latadi. Chunki qiyomat kunida nomoya o'ng qo'lidan oldidan beriladi, yo nauzubillah chop qo'lidan ortidan beriladi. To nomoya amoli qaysi qo'ldan olinganligi aniq bo'lmagunicha mo'min kishi qo'rquvda turadi. Biz mana shu narsa haqida ham qilamizmi? O'lim haqida, qabr haqida aytilgan mav'izalar nihoyatda ko'p. Lekin ularning ichidagi shubhasiz eng afzali Umar ibn Abdul Azizning qilgan nasihati. Umar ibn Abdul Aziz mana Umar ibn Xattobning zurriyotlaridan. Xulofoi Roshidlarning 5-chisi deyiladi. O'rtada bir qancha bir vaqt o'tganligiga qaramasdan, ana shu eng to'g'ri yo'lda turgan 4 ta xalifaning 5-chisi deb e'tibor qilinadi. U zot nima dedi? Umar ibn Abdul Azizning nasihati quyidagicha bo'ldi. U bir kishining janozasida qatnashdi, mayyitni qo'yishdi, qabristondan bir chekkaga borib o'z yoqiga o'tirdi. Odamlar xalifaning oldida atrofida jamlanib o'tirishdi. Umar ularga nasihat qila boshladi. Umar aytdi: "Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim, badanlarini parchaladim, qonlarini so'rdim, go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi?" dedi. Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim. Tizzasini sonidan ajratdim. Tizzadan to'piqlarini ajratdim. To'piqlaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib tashladim deyapti. Umar yig'ladi va dedi: "Dunyoning qolishi ozdir. Undagi aziz xordir. Uning boyi faqirdir. Yoshlari esa qaridir. Tiriklari o'ladir. Tezlik bilan ortiga qaytishini bilib turib, dunyoni kelishi sizlarni g'ururlanmasin. Unga aldangan kishi haqiqiy mag'rur aldangan kishidir. Kelishi tez, ketishi ham shu tez bo'ladi. Ketishi tezligini bilib turib aldanib qolmaylar dunyo hayotiga. Chunki o'tgan yilgi gullardan bittasi ham chiqqan emas hozir. Birodarlar, o'tgan asrda yashagan gullarda bittasi hozir yo'q. Bu asrda yashayotgan gullarni birortasi keyingi asrda qolmaydi. Aldab qo'ymasin sizlarni dunyo hayoti. Undagi shaharlarni qurgan uning yashovchilari, suvlarni daryolardan oqizib kelib, undan ichganlar, daraxtlarni sug'organlar qani? Unda ular ozgina vaqt turdilar. Ularni sog'liklari aldab qo'ydi. Kuch-quvvatlariga ishonib gunohlarni qildilar. Ular mollari ozligi sababli unga intildilar. Tuproq ularni tanalarini, qum ularni jasadlarini, qurt suyaklarini nima qildi? Ana baytud dud dedi qabr. Men qurt qumursqalarning uyiman deydi.